eshiklarni ham ochilar ekan. Buni nech pul bu mashina? Jigar, O'zbekistondagi eng topoviy BMWlarni o'zini ko'rsatamiz. Hozir akalar sizlarga narxini ham aytib o'tamiz. Video ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'yasizlar. M3 Competition taxminan 15 ta pochka. Hamma bolalarning orzusi BMW M5 Competition. Taxminiy narxi $150,000. Ko'kidan ham, qorasidan ham, yana uni ustiga ikkalasi ham matviy. Taxminan $180,000-$190,000 atrofida. Bu ko'rayotgan M8 yili O'zbekistonda 3 ta dona bor akalar. Kapotlari polniy karbondan qilingan. Narxi keladigan bo'lsa $185,000. Haqiqiy Formula 1 dvigateli turadigan BMW M5 G60 kuzovida akalar. Taxminiy narxi $40-50,000, lekin bu mashinalar umuman sotilmaydi. BMW deganda direchkarlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Bular arzon turishi mumkin, lekin proyekt hisobida pochkalar pul kirib ketgan. G'o'dali mashinaga keladigan bo'lsak, BMW X5 taxminan 60,000 atrofi. Nech pulli mashina sanadinglar akalar, kommentariyada yozib ketinglar. Shuncha BMWlar uchun BMWning muxlislari bitta like bosib ketdi. Mersi akalarni ham unutmaymiz, kommentariyada zo'r gaplarni yozib boringlar. Mersi akalar, salomlasizlar.